Sharqi Turkistonda Uyg'ur va qozoqlar bilan birga faqat bir noyidonlar 22 ming qirg'izning tutqun qilinganligi o'tirg'i chiqdi. Xitoy Sharqi Turkistonda atalmış qayta tarbiyalash nomida tutqun qilish harakatini davomlashtirayotgan bir paytda Aqchi noyisida taxminan 22 ming qirg'izning tutqun qilinganligi ma'lum bo'ldi. Egallanishicha, bu noyida 40 ming qirg'iz yashaydi. Beijing doiralari asabiylik bilan aytilib kelayotgan Uyg'urlarni qattiq nazorat ostida tutish uchun yo'l qo'ygan atalmış qo'shma oila siyosatini davomlashtirmoqda. Bu siyosatda Uyg'ur oilalariga birga turish qavatilgan Xitoylarning oilaning bir a'zosiga o'xshash bo'lishini talab qilgan bo'lib, Uyg'urlarni tamoman assimilyatsiya qilish, qimmat qarashlarini yo'q qilish maqsad qilingan. Uylarda Xitoylarning turishini xohlamagan, shikoyat qilgan va yoki Xitoylarga nachar muomala qilganlarning shu omad tutib ketilganligi o'tirg'i chiqdi. Tarixdan buyon Uyg'ur me'morlik madaniyatini o'ziga jalblantirib kelgan Qashqar shahrining eng jalbkor ko'chalaridan birining Xitoy doiralari tomonidan chiqilganligi oshkorlandi. Sharqi Turkistonni ziyorat qilgan amerikalik muxbir, "Men Qashqar haqida oz-to'la ma'lumotim bor biri bo'lish suhbatim bilan Qashqardagi Uyg'ur madaniyatini namoyon qilgan mahallada nurg'un Uyg'ur yashaydi deb o'ylagan edim. Lekin u yerda ko'rganim donglik ko'chadagi pechatlab taqib etilgan eshiklar, axlatlar va butun mahallaning tashlanib qilishidan kelib chiqqan jindak yolg'izlikdan boshqa narsa emas edi" dedi. Janubiy Koreya havo armiyasining bildirishicha, Xitoy urush aeroplanlarining Janubiy Koreya tomonidan havo mudofaa sohasi deb e'lon qilgan havo bo'shlig'idagi daxl taruz qilish harakati ko'paygan. Janubiy Xitoy shahri gazetining xabar qilishicha, yaqinqi bir yilda ro'shan ko'payish yuz bergan bo'lib, 2016-yili 60, 2017-yili 70 qatam yuz bergan. 2018-yili 9-oygacha bu son 110 ga chiqqan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Taliban endi urushning bir ahamiyati yo'qligini va faqat texmi ko'p azobga sabab bo'lganligini ko'rishi, suhbat ustida o'tirishi lozim dedi. Belgiyada o'tkazilgan 2 kunlik NATO tashqi ishlar ministrligi yig'inida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan Stoltenberg, NATO Afg'onistondagi qat'iy yordam nishoni haqida muzokara olib berish uchun jam bo'lganligini bildirdi.